Hozirgi murakkab va globallashuv davrida yoshlarni vatanga sadoqatli, yuksak ma'naviyatli va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining eng muhim vazifalaridan biri sanaladi. Vatanparvar tashkiloti Markaziy Kengashi raisi kubogi uchun an'anaviy Shunqorlar harbiy sport o'yinlari ham ana shunday maqsadlarga xizmat qiladi. Mazkur bellashuvlarning hududiy bosqichlari navbatdagi lavhamizda. Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Toshkent shahar bosqichida poytaxtimizning tuman va shaharlaridan umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda texnikumlarda tahsil olayotgan o'quvchi va talabalardan iborat 12 ta jamoa ishtirok etdi. 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan ishtirokchilar 3 ta yo'nalishda harbiy vatanparvarlik bloki, saf qo'shig'i, biz bir jamoamiz kabi shartlarda yoshlarning harbiy vatanparvarlik yo'nalishidagi bilimlari, jamoaviy hamjihatligi, intizomi va ijodiy salohiyatini to'laqonli namoyon etishdi. Ushbu harbiy sport o'yinlari yoshlarni nafaqat harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, balki ular orasida sportning texnik va amaliy turlarini ommalashtirish va rivojlantirish, shu bilan birga yoshlarimizni harbiylikka bo'lgan qiziqishi, milliy armiyamizga bo'lgan hurmat tuyg'usi, ularni harbiy ko'nikmalarini shakllantirishga alohida xizmat qiladi. Yakuniy natijalarga ko'ra, Chilonzor tumani yoshlaridan tashkil topgan Burgutlar jamoasi faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Shunqorlar musobaqasiga men 168-maktabdan kelganman. 10 tacha etap bo'ldi. Turnik, estafeta, musobaqa shartlari qiyin bo'lmadi. Hammasida birinchi o'rin olishga harakat qildik. Mudofaa vazirligi Toshkent harbiy okrugiga qarashli harbiy qismlarning birida vatanparvarlik oliy maqsadimiz shiori ostida tashkil etilgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining hududiy bosqichida viloyatning shahar va tumanlaridan 7 ta jamoa, jami 170 nafar yoshlar ishtirok etdi. Musobaqalar davomida ishtirokchilar saf tayyorgarligi, jismoniy va harbiy amaliy shartlarda o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. Ayniqsa, yoshlarning intizomi, chaqqonligi, jamoaviy hamjihatligi va vatanparvarlik ruhi tadbirga o'zgacha ruh bag'ishladi. Bizda 10 ta shart bo'lib o'tdi. Birinchisi bu saf qo'shig'i bo'ldi. Bunda jamoam juda ham ahil bo'lib va inoq bo'lib o'tdik. Men o'yladimki, o'sha shartda 10 ball oldik deb o'yladim, chunki 10 ta shartda 10 balli sistema bo'lgandi. Bolalar turning tortilishi, keyin tirdan men o'zim qatnashdim. Tirdan 3 ta probni, keyin 5 ta otish berildi. Men o'zim 39 otdim, sherigim ham shunaqa otdi. Albatta jamoa bilan ishlash qiyin, chunki har bitta insonning o'zining xarakterlari bor. Har bitta inson o'z xarakterini ko'tarish kerak, hammaga moslash kerak. Jips bo'lib jamoa harakat qildi. Orada bir qiyinchiliklar bo'lib turdi. O'shalarga qaramasdan jipslanib harakat qildik. Birinchi o'rinni oldik. Ana shunday yoshlarning shiddati Sharqiy harbiy okrug Farg'ona garnizonidagi harbiy qismda tashkil etilgan Shunqorlar harbiy sport musobaqa ishtirokchilariga ko'chdi. Unda viloyatning barcha tuman va shaharlardagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchi yoshlaridan iborat 19 ta jamoa murosasiz bahs olib borishdi. Estafeta qatnashchilari AK-74 avtomatini noto'liq qismlarga ajratish va to'liq yig'ish hamda gazga qarshi niqobni kiyib belgilangan masofaga yugurish shartlarini bajardilar. Duatlon yo'nalishi esa yugurish va velopoyga, 100 metrga yugurish, turnikda tortilish kabi shartlarni o'z ichiga oldi. Yakuniy natijalarga ko'ra, Oltiariq tumanining Shunqorlar jamoasi musobaqaning g'olibi bo'ldi. Endilikda ushbu jamoa Shunqorlar harbiy sport musobaqasining respublika bosqichida ishtirok etadi.